Assalomu alaykum. SAT Journalist class guruhimiz a'zolari, SAT ixlosmandlari, qadrli ustozlar. Ushbu xalqaro sertifikat 3 yil davomida 50% ustama berishi barchangizga ma'lum. Hech qanday yosh chegarasidan qat'iy nazar barcha pedagoglarimizga beriladi. SATda jami 1600 ball bo'lib, ingliz tili qismi uchun 800 ball va matematika qismi uchun ham 800 ball beriladi. Biz esa matematika qismidan 800 ball dan eng kamida 700 ball to'plashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa ozgina mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Barchangizga omad tilagan holda hop Desmos programmasidan foydalanishning ikkinchi darsimizga o'tamiz. Hop SAT Mock nomer 2 testidan yana bir nechta savollarni oldim. Ushbu programma, ya'ni Desmos programmasi orqali 5 dona savol tanlab oldim. Shu misollarni shu programma orqali yechishni o'rganamiz. Ikkinchi darsimiz bo'ladi bu. Endi Desmos programmasiga kirish uchun albatta bizga Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Hop, bundan Desmos programmasiga kirib olamiz. Avtomatik ravishda ochiladi. Hop, bu yer kerak emas. Mana bu qismiga misollarimizni yozishni boshlaymiz. Demak, Mock 2 dan 5-savolimiz ushbu ko'rinishda. Hop, berilgan funksiya ushbu holatda berilgan bo'lsa, bizda x ning qanday qiymatida minimum nuqtaga erishadi degan savol edi. Demak, bizga x ning qiymati kerak. Ushbu funksiya fx ning o'rniga o'tgan darsimizda aytib o'tdim, Desmos faqat y ni qabul qiladi. Y bo'yicha yozamiz ushbu misolni. Y barobar 2x ning kvadrati ayrilgan 20x qo'shilgan 6. Hop, 2x ning kvadrati minus 20x plus 6. Mana. Endi programma orqali chizmamizdan ko'ramiz. Demak, minimum nuqtasi mana bizda minimum nuqtasi. Demak, 5 minus 44 bizda x ning qiymatini so'raganligi uchun mana 5 degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Xuddi shunday qilib yechib qo'ysa, bizda osonroq bo'ladi hisoblab chiqqandan ko'ra. Demak, ushbu savolimizning javobi 5 ekan. Keyingi savolimiz 7-savol. Mana shu ko'rinishda ekan. Hop. Berilgan tenglamaga musbat yechim qandayligini so'rayapti ekan. Ushbu holatni ham tenglikning u tomoni va bu tomonini mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Y barobar 45 taqsim x. Mana. Tenglikning chap tomonini yuqoriga 45 taqsim x ni x minus 4 ni esa pastki qismiga ikkinchi qator yozib olamiz. X minusdan 4. Mana. Ushbu grafikni endi ko'ramiz. Mana bizda berilgan grafik. Mana shunday tartibda berilgan bo'ladi. Mana grafiki, mana shu holatda ko'rinish shu. Ana endi bizda so'ralayotgan joy ikkita funksiyaning kesishib o'tayotgan nuqtalar. Mana bittasi mana bu yerdan kesishib o'tgan, bittasi esa mana bu yerdan kesishib o'tgan. Demak, bizda x ning qiymatini so'ralayotganligi uchun bittasi minus 5, bittasi 9. Bizda musbat qiymat so'ralyapti. Demak, javobimiz 9 degan javob bo'ladi. 7-savolning javobi 9 ekan. Hop, 9-savolimizda avval tarjimasini ko'rsak, hop, fx funksiya berilgan ushbu funksiya orqali va ushbu funksiyada xy koordinatasining, ya'ni x o'qini kesib o'tuvchi nuqtasi a qo'yganimizda 0 va y o'qini kesib o'tuvchi nuqtasi 0 qo'yganimizda b ekan. Bizda a va b ning yig'indisini so'rayapti. Ushbu funksiyani Desmos programmasiga chizib olamiz. Demak, ular kerak emas. Y barobar 35 minusdan 7x ga teng. 35 minusdan 7x. Mana. Demak, a qo'ysak 0 va 0 qo'ysak b ekan. Hop, bizda chizmamiz mana bu ko'rinishda. Mana chizma. Kattaroq ko'rsatay, mana chizmamiz to'g'risida ko'rinishda. Mana shunday holatda. Endi bizga ikkita nuqtasi kerak. X o'qini kesib o'tuvchi va y o'qini kesib o'tuvchi nuqtalari kerak. Mana, demak, x o'qini kesib o'tdi. A qo'yganda 0 chiqadigan va 0 qo'yganda b chiqadigan javob. Ya'ni 35 va 5 ni so'ralyapti ekan. Mana, a dan 0, 0 da b. Demak, ikkalasini yig'indisi.
5 bilan 35 ni yig'indisi 40 degan javobga to'g'ri keladi. 9-chi savolimizning javobi 40. Mana C javobga to'g'ri kelar ekan. 10-chi savolimiz yana sistema ekan. Hop, sistemani ham yozib olamiz. X plus 2y 14. X plus 2y teng 14. Keyingisi 2x plus 5y. 2x plusdan 5y teng 20 ekan. Mana shu holatda. Demak, bizda mana funksiyamizning ko'rinishi mana bu holatda, shu ikkala funksiyani demak bizda mana bu nuqtada kesib o'tyapti ekan. Mana 30 minus 8 degan nuqtada kesib o'tyapti. Bizda x dan y ni ayirmasini so'rayapti ekan. Demak, x dan y ni ayirmasi 30 dan minus 8 ni ayirib tashlasak 38 degan javob bo'lib qoladi. Javobimiz 38 ekan. Keyingi savolimiz 19-savol. Mana hop berilibdi. Demak, tarjima qiladigan bo'lsak, how many distinct real solution does the given equation have? Ya'ni berilgan tenglamada haqiqiy yechimlari nechta degan savol beryapti ekan. Ushbu kvadrat tenglamani ham yozib olamiz. Pardon, y dan foydalanishimiz kerak. Y barobar 4x kvadrat. 4x ning kvadrati plusdan 9. 12x plus 9 edi. 12x plus 9. Mana ushbu holatda berilyapti ekan. Endi biz funksiyani ko'ramiz. Mana funksiyamiz. Demak, ushbu ko'rinishda bizdan mana bu joyni so'rayapti mana. Ya'ni savolda to'g'ri tushunsak, ya'ni berilgan tenglama nechta haqiqiy yechimga ega, nechta haqiqiy yechimga ega ekanligini bilish uchun x o'qini kesib o'tuvchi nuqtalarga qaraladi. Agar x o'qini mana bu ko'rinishda bitta nuqtada kesib o'tsa, mana kesib o'tgani yo'q, urinib o'tyapti. Bitta nuqtada urinib o'tsa diskriminant 0 ga teng, ya'ni bitta nuqtada urinadi deyiladi. Agar x o'qini mana bunday tarzda, ya'ni ikkita nuqtada kesib o'tsa diskriminant 0 dan katta, ya'ni ikkita yechim bo'ladi. Agar umuman teparoqda yotib qoladigan bo'lsa, diskriminant 0 dan kichkina, ya'ni yechimga ega emas bo'ladi. Bizda diskriminant 0 ga teng qoladi. Mana minus 1,5 0, ya'ni x o'qini bitta nuqtada kesib o'tganligi uchun javobimiz ham 1 bo'ladi. Demak, exactly 1. B javobga to'g'ri keladi. Hop, mana shunday holat. Mana ko'rdingiz, o'ta ham oson ishlanadi. Ushbu programma orqali o'rganib olsangiz, sizlarga ham ancha qulaylik tug'diradi. Birinchi moduldan xuddi shunday 4 ta 5 ta misollaring, ikkinchi moduldan ham 4 ta 5 ta misollaring ushbu programmaga qo'yib ishlashni o'rganib olsalaring, barchalaringga foydali bo'ladi. Ustozlar, rahmat. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Barchaga tashakkur.